Assalom. Hürmetlik anlarmanlarım. Hadilar, singillar, akalar, inilar. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga hoş geldinglar. Hazır Xarida İsrailning Kashmish nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. 26 bab. Turdiqari 1984-yil tug'ilgan o'g'lini ta'laylik bola bo'ldi deb qaraydi. Onun çoğ balaları tug'ilganda Helimigül emgakning aldirashchiligida balalarga tuzukrakmi qarayolmagan edi. Bu o'g'li Jahan o'ngshatganda tug'ildi. Helimigül bu qitimqi tug'utida 40 to'shqicha harduq elib, 40dan keyin bolasini baqqash uy ishlari bilan bo'ldi. Turdiqari onasini etizga chiqmay aram ilishga da'vat qilib tursin. Ömür vayet ishlab o'rgangan Zaynabxon uyda o'ltirg'isi kelmay etizga chiqib oladi. Etiz eriqni bir kun ko'rmasa, buruqtirmi bo'lib qoladi. Etizning sap havosi, optipi, g'o'r shamollari uning jinini yoyirtib etadi. O o'zini yer bilan, zal ziroat, qurt qo'ng'izlar bilan yiltiztash, to'mirtashdek ularning ko'nglini, dardi yoki xushalligini bilib turgandek sezardi. Etizi ishlab etib, qurib chaqildab ketibsizlar. Sizlarni sug'uradigan suv qiyni. Sizlarga uvol, hamma ig'irchilikni sizlarga solamiz. Dardinglarga yetmaymiz. Sen nimancha o'ruq, ojiz bo'lib qolgansan? Hey bichora, qara, avu boshqalarga yo'pirmoqlarining qop-qara parqirab turg'iniga sen nimishqa ulardek bo'lolmaysan deb so'zlaydi. Ilgari billa ishlaydigan ayollar uning bundoq gaplarini anglab kulishadi. Zaynabxon itiz bilan emas, molvaram bilanmi so'zlashidi. Qala qo'ylarmi uning gapini tushunayotgandek uning deganini qiladi. Uni ko'rsa yavaşlab, orqasidan agishib mangidi deyishadi. Hozir o ayollar etizga chiqmaydi. Etizlar ilgarigidek odamga to'lib turmaydi. Qiz-cho'qallarning kulki chaqchaq naqshlarimi anglanmaydi. Kishilar etizga xohlagan vaqtida chiqib ishlaydi. Ishni tugutib, malvaran yoki vinar ovqatning g'amida bo'ladi. Jahan rastını o'ngishib qoldi. Zaynabxonning ikki akisimi qiyirganda yaxshi kunlarga ulashdi. Ömri ig'ir amgak, til ohanat ichida o'tgan bu odamlar bak yurak oldi bo'lib ketgan edi. Cho'ng bo'lib qolgan bolalari biror ish qilib pul topayli desa, qo'rqib titraydi. Ular siyosat deganning tikishi to'xtamaydigan narsa. Bugun to'g'ri bo'lgan ish erta xato bo'ladi. Əməldarlar gepidin teni bilib veredi. Kelgülük puxrağı keledi. Ən yaxşısı bay bo'lib ko'zga ko'rinib qalmay, bək namrat bo'lib aş to'qmi qalmay, el qatori yashag'anga yetmaydi deydi. O'g'illari, dadilari aytgandek, el qatori ishlab yuribmi, xeyli hollanib, ota-onasinimi yo'ligidek bo'lib qoldi. Shug'unisi dadasi bicharize. Zaynabxonning ko'ngli bozilib yig'i tutdi. O pichirlab ota-onasining rohiga atab duo qildi. Orqadan mushkullaringga shukr xudoyim deb ulug' kichiktandi. Demisimi hozir uning og'ring'idek yeri yo'q. Turdiqarining kuni obdan. Rustam viloyatda cho'ng idorada ishlayotdi. Ro'zaxon Ishkirda oliy maktabda o'qiyotdi. Ahmadla uning kech-kunduz xiyolidan chiqmay andishiga soladi. Ahmad uningga to'g'raqlikda turg'usi yo'qligini aytgan. Sen bilmaysan ana, Urumchi degan bak kangirchilik ekan. U yerda har qanday odam bir nima qilib jinini beqib ketalaydi ekan degan edi. Zaynabxon uni Urumchiga ketdimikin deb paras qiladi. Keyin
onun ishkariga ketganini anglab, har qancha bo'lsa-mu bir eg'iz xo'sh deb qo'ysa bo'lmamdi, deb og'rindi. Axir yana nada bo'lsa, aman eson bo'lsin. Aman bo'lsa, bir kuni bo'lmasa bir kuni qaytib kelar, deb o'yladi. Zeynepxon xayoli bilan xeyli ko'p yerning o'tini o'tib o'tgan edi. U sirqirab og'ribatgan ballarini roslab olish uchun birdan o'ri bo'lib turdi. O'dildagi etizda kimdir biri mukchib o'ltirib o't o'tavatdi. Orqasidan qaraganda Abdug'ani axunda qiladi. Ayzimxon xilidan beri kasalchan bo'lib qolganlikdan etiz ishimi, uy ishimi Abdug'ani axunga qolgan edi. Ba'zida yotiq bo'lib ketgan qizlari bilan kuyovlarimi qarashatdi. Shundaqdimi uy egasi bo'lgan ayol kishi yetib qolsa, uning o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Ayol kishi yo'q uyda bo'ron uchadi. Ishlar yurishmaydi. Er kishi issiqsiz, osh to'q qoladi. Ilgirki vaqtlarda ularning turmushi hamma odamning havasini keltiradi. Tepishmog'icha elishmas degandek, ular toza tepishqanlardan edi. Ayzimxon bakmu ishchan, o'nliq ayol, Abdug'ani axunmi bahosiz odam. Bir-birining qadri toza o'tiladigan yillarda Ayzimxon ko'z tekkandek yetib qoldi. Abdug'ani axunga tas bo'ldi. Zeynepxon kichigida uning bilan o'ynab yurgan chog'larini, keyingi chog'larda Abdug'ani axunning xuddi qeyrindishidek o'ziga va oilasidagilarga yaxshilik qilib kelganini esladi. Ocharchilik yillari u har qitim bolalari bilan amalsiz ahvolga tushib qolganda chondurmay yordam qo'lini sunib, uni va bolalarini Xizrdek qo'g'dab keldi. Her bir taldan göherde qimmat bo'lib ketgan ashu yillarda uningdan boshqa odam unda qilolmaydi. U doim Zeynepning ig'il qo'tallarini o'ngshab, etiz ishlarga qarshi turadi. Bu ishlar uchun zodi minnat qilib baxmaydi. U har qanday chaqda Zeynepni ko'rsa, chiroyi ichilib, muloyimlashib ketadi. Zeynep'ga bo'lgan qoyilliqi va omroqliqini zodi yo'shirmaydi. Zeynep minnatdorlik yuzsidan etib bergan bir qacha oshni ajab o'xshabdi deb maqtab ichadi. Ayzimxonmi bizning odam Zeynepxonga oshiq, uning hamma nimasi, har qanday ishi bizning odamga gul ko'rinadi deydi. Bu gapni hech kim boshqacha ma'noda tushunmaydi. Abdug'ani axundek ko'ngil ko'ksi mana men deb turadigan, yuragi oltindek sap odamning xufiyani ish qilmaydiganligini, Zeynepxonning uningdan qilishqisiz ekanligini hamma odam biladi. Bir qitim Abdug'ani axun ularning yig'ilib qolgan ko'taklarini yerib bergili kelib, o'ylada bir kun kashkicha o'tin yardi. Zeynep uningga usuluq ochqib, yanada birdam turib qoldi. Abdug'ani axunning qizirib, terligan, kuch-quvvat urg'ib turadigan qovul basti. Paltini ko'takka zarb bilan urganda, deb kuchinishlari. Ishti pishqan, tomirlari ko'pib chiqqan tom bilaklari uni o'ziga tortib oldi. Nemishqidir uning yuraklari tez-tez so'qib, chiroyi o't elib ketganda qizardi. To'xtiqoriydan ayrilgandan buyon tunji qitim bir er kishi uni shuncha jalb qilgan va hayajonga solgan edi. O o'zidagi bu o'zgarishni shaytonning kayni kirganlik deb tushundi. Har qitimqi namozida gunohlarga tavba qilib, Xudodan kuch-quvvat va pok iymon ato qilishni tiladi. Abdug'ani axunni qeyrindishidek ko'rishga tirishdi, ammo u tushini kontrol qila olmaydi.
O daim Abdug'ani Axun bilen er-xotin bolup düşeydi. Ätisi boyunu paklap, jaynamazda olturup Xudaga tövbe kılatdı. Kündüzleri Abdug'ani Axundan özünü kaçırıp yüretdi. Yeşinin çoğun ışığı ägişip, bu xil tizginligisiz hissiyatmı asta iziga düştü. Onun ornini qeyrindaşlıqqa oxşap ketadigan icillik aldı. Taqdirinin yazmışı bilen ular kudu boldu. Mijazi dodasını tartqan Helemigül bu öyge qumğu su singandek sınıp ketdi. Zeynep Han muşundaq işcan, onluq kızını aşu aileden tartıp alğanlığı üçün özünü ularga qarzdardek sezedi. Şuna künde tügüdek Helemigül'dün anısıga tamak çıkartıp turatdı. Helemigül'ge analarının işi bolsa qilishib bersile balam, bu öyde men bolgandekin dep topulap turatdı. Helemigül bäzide öyden yığlap keletdi. Anamni davaltaylı desek pul yok. Dadam şuncha yil köpçilikning xizmatini qilib, ajab ozroq bo'lsa yig'ib qo'ymabdi ekan, deb zarlanatdi. Demisimi Abdug'ani Axun köpçilikning yig'na chog'liq narsasiga ko'z salmay ishlagan odam edi. Bugungi kunlikda ayolining keslini davoltishqimi qurbi yetmaydigan o'ringa tushib qoldi. Onun aksicha ayni yillarda tilamchidek tog'ar ko'tirib Dadi ambarının aldıdan ketelmeydiğen Davud Kanayga Ahmet tazı keldi. Onun bab baraber çoğun bolgan, anısıga oxşaş boy tartqan oğulları birleşip paxtı terip, Davud Kanayının ailesi nahiye boyunca donliq 10 ming yuanlik aile, 100 ming yuanlik aile bolup ketişdi. Helemigül'дің aytishcha, Abdug'ani Axun balalarının tap tansiga chidamay, Davuddan qarz so'rab bargan ekan, Davud uni sesiq gapga tasi to'yg'izib yo'lga sapdi. Abdug'ani Axun har elib bir hafta o'rin tutib yetib qoldi. Zeynep Han mushu gapni anglagandan keyin o'zining yiqqan tukkanlari bilan Rustam oyma-oy avatib turadigan pullarni qo'shib, Abdug'ani Axunninkiga 500 koy kirgizdi. Bunu anlab, başqa qulum qo'shnlarmi 5 koy, 10 koydan yordam qilishdi. Ayzimxon bir oy nahiyelik doktorxonada davolanib, xeli o'ngshilib yenib chiqdi. Lekin onun kesilini üzül-kesil saqaytqılı bolmaydigan, quvvat yemisa, beqish tapmasa bolmaydigan kesel ekan deyishetdi. 60 yaşlarının qarşısını elib qalgan Abdug'ani Axun etis eriqning ishini qilib, uyiga kelganda uyning ishini qiladi. Ayzimxonni obdanroq beqish, hardirib qo'ymasningla qo'ydi juratdi. O ana shundaq odam edi. O hozir daduyjon bo'lmasimi, qo'li qisqa bo'lsimi, dehqonlar uni yanada yaxshi ko'ratdi, hurmat qiladi. Zeynep Han kimningdir tovlagan ovozini anglagandek bo'lib, ishtik beshini ko'tirganda, etis qirada pildirlab o'zi tarafga yugurib kelayotgan navir qizini ko'rdi. Ota-onasi singlimizning etini o'chirmaymiz deb uning etini Zumrat qo'ygan edi. Zumrat cho'ng onasini ko'rib, "Cho'ng ona, Rustam akam keldi!" deb tovladi. Zeynep Han'ның yuragi xo'shalliqdan tepjaklab, chiroyiga qizillik yugurdi. O oldirganidan sal daldugunib o'rnidan qo'pdi-da, navra qizini yetliginicha uy tarafga yugurdi. O'yladiki, supada o'ltirgan Rustam onasini ko'rib, ittik oldiga keldi. Onasining chochlarida oq ko'payib qolganligini, ko'zining quyruqidagi qo'riqlarning cho'nqirlab qolganligini hisobga olmaganda, u yanala xeyli yosh ko'rinadi. Rustam onasiga amroqlik bilan erkilab, uning qo'llarini qo'shlab tutib elib, yirik aloqalarni yuziga surkidi.
Әммеден мұшы қолларыңызны бәк сегінімен жұмы ана. Түшімдімі мұшы қолларың белән бешімні сылап тұрғаныңны көрімен. Тепеті Zeynep xanның көзіден яш шығып кетті. Zeynep xan оның гепі үшінлі әмәс, оғлының қадды қамәтлік, инсаплық әр болып етілгенеге қошал болып мұ шығлаваттатты. Аны көңлі деген шындақ. Олары қапылықтың көрі қошаллық үшін жығлайды. Тағдақ иғырчылыққа ғын қылмаған, не дәрт әлемлерге яш төгмеген ана, баласыдың кичиккене болсымы ділі су ішкәлік үшін өзіні тұтып алмай қалыды. Аны бала ұспығы селінған көрпі үстіді олдырып, ұзақ мұңдашты. Бұл ел язда оқыш бүткізідіған Роза Ахунның, Әхметнің кепін қылышты. Рустем vilayetке өткіліп барғандың кейін Abbas Шужиның қайны сыңлысыға өйленген еді. Бұл той ішіні Шужиның хотыны өзі отырғы қойып, Рустемге көп чықын қылдырмайла қылған болып, тойдың кейін Abbas Шужи үрімчедегі бір назаретке назыр болып өткіліп кетті. Мана әмді Рустемні өзі ішлаватқан назаретке қарашылық бір идарге өткеген еді. Başqa adam bolsa, bunu tepilg'isiz fursat bilib, do'ppisini osmonga atgan bo'ladi. Ammo Rustam yurtiga, bo'libmi onasiga chidamay qoldi. Onasining o'zlarini qandoq jafoda cho'ng qilgani uning esidan zodi chiqmaydi. U endi bolalarining rohatini ko'rib, g'am g'ussiz yashashi kerak edi. O ürümçiga ketsa, onasini doim yo'qlab, hol ahvolidan xabar elib tura olmaydi. Agar bormaymanli desa, ayoli uning bilan ajrashib, 2 yoshga kirgan o'g'lini elib ketaverdi. Bu qitim u mushu o'ylarni onasi bilan o'rtoqlashish, onasining maslahatini elish uchun kelgan edi. Agar onasi qerib qoldim, meni tashlab ketamsan, desa, u hech nimaga qaramay qolgan bo'ladi. Ammo onasi, "Nemishqa bormaysan? Borg'in bolam. O'g'lingni yetim qilma. Cho'ng shaharlarda yashab, ko'klab ket. Ahmadni izlab tepib, beshini silab qo'y. Pukang emasmi? Menga pat-pat xat yozib tursang, xizmat bilan bu taraflarga o'tganda yo'qlab tursanglar bo'ladi", dedi. Va Rustamni qayta eg'iz ochurmadi. Rustam shaharga qaytib, uzoq o'tmay Urumchiga ketdi. Menishdan burun yurtqa yana bir qitim kelib, onasi, urug' tuqqan yurtdoshlari bilan xo'shlashdi. To'g'raqliqlar uni xeyli yergacha orqasidan uzitib berishdi. Açarçılıq yılları edi. Zeynep balalarını əgəştirib, qonuqi çanap ketilgan etizliqdən purçaq terib atadı. Qonaq arsıға terilgan purçaqni allaqachon o'rib elib ketishgan. Faqatla yerga chechilib ketgan donlarni to'liq yig'ib bo'lolmagan edi. Ularga to'pi arası bir tal, 2 tal yoki biror o'chim purçaq uchrab qoladi. Balalar inchga kir barmoqlari bilan muzdek yerni ko'lab, sapseriq dallarni ko'rganda, "Ona" deb xo'shal churqilishib ketadi. Ular qadamda bir qo'noq ko'taklariga, po'lat tavlashdan qolgan qattiq, qop-qora dashqallarga putlashadi. Birdinla ularning yenida sürlük, cho'nqur o'g'rilar paydo bo'ldi. Zeynep uni po'lat tavlash mezgilida yog'och ko'ydirish uchun qo'lgan o'g'rilar ekan deb o'yladi. Zeynep xon o'g'ri oldida to'pi qo'lab o'ltirgan Roza Axunning qandoqlarcha o'rakka tushib ketganini bilmay qolgan edi. Uning "Ana, meni tortib olg'in"
degan ovozi yerning tegidan anglangandek qiladi. Zeynep qo'rqib chiliq-chiliq terga cho'mgan holda uyg'onib ketdi. O'g'lining ovozini tushida emas, xuddi o'ngida anglagandek. U ovoz quloq tubida hali ham yangrayotgandek tuyulib, undarab uyning hamma yeriga qarab ketdi. Tush ekanligini bilgan bo'lsa-mu, yuragi siqilgan holda nangdab turib ketib, endi Ro'zaxonga nima bo'lgandi? Uni nimishqa o'rakka tushib ketib tushigandiman. Uningga biror peshganlik yuzini vatamdi ya deb o'yladi. Ichida ey ulug' Alloh, o'zing bor. O'zingga oson, bandanga qiyin. Gunohkor bandalaringni o'z panohingda saqlag'aysan. Ashu musofir o'g'limni peshkanlik, og'riq siloqdan, ko'zi yomonning ko'zidan, o'ti yomonning o'tidan saqlag'aysan deb pichirladi. Dal shu kunlarda to'g'raqliqdan necha 10 ming kilometr yiroqlikdagi cho'ng bir shaharda turayotgan Ro'zaxonning hayoti haqiqatanmi xayim xatar ichida turadi. O'qish bitkizdigan sinfning o'quvchilari oliy maktab hayotidagi eng oxirgi imtihonga tayyorlik qilayotgan kunlarda Ro'zaxon uda bir necha kecha yotqiga qaytmadi. İzdab chiqqan saboqdoshlari uning doim dars takrorlaydigan daraxtlikda o'rib turib, kimlar bilandir munozirlashayotgandek qaynab so'zlayotganligini ko'rishdi. U o'zini qaytirib akatmoqchi bo'lgan saboqdoshlariga musht etib yaqin yo'l atmadi. Tushdan keyin jiddiy qutqizish mashinasi kelib, Ro'zaxonni doktorxonaga ilib ketdi. U shahar sirtidagi ruhiy kasalliklar doktorxonasida 3 oy yotdi. Yaxshilanib doktorxonadan chiqqanda saboqdoshlari allaqachon o'qish bitkizib ketib qilishgan edi. Faqat Ramilala uni onda-sonda yo'qlag'ach, uning doktorxonadan chiqishini kutib maktabda turib o'tadi. Yavaşlab jimg'ir bo'lib qolgan Ro'zaxon Ramilaning savollariga to'liq javob berdi. Ramila: "Sen nimishqa o'zing bilan o'zing gaplashsan?" deb so'raganda, "O'zim bilan o'zim gaplashmadim. Hozir mening atrofimda nurg'un yo'chun odamlar bor. Pakar chiroyini ko'rgil bo'lmaydi, lekin nihoyat oldirash yurishidi. Hamma yerni timisqilab, oqtirib, qo'liga chiqqanni ilib ketadi. Ko'rganlarni narsini shalab shitib yeb, quritib etadi. Oqshimi uxlay desam, karvetimda yetib oladi. Tamoq yey deb tursam, qo'llarini tiqib, qochamdikini yeb oladi. Men amalsiz ular bilan munozirlashiman. Ular bek yo'lsiz" dedi. Ramila atrofiga qo'rqimsirab qaradi. "Qani, qayerda u odamlar? Men nimishqa ko'ra olmayman? Ular mening atrofimdami, bormi?" "Bor. Hamma yerda bor. Ularning badanidan, ig'izlaridan sesib ketgan qorlayning purqidek yoki beliq purqidek g'alit puroq keladi. Sen ularning tochqida o'tiribsan. Men ularning orasida aran qistilib turibman. Mana bir putimni qo'yg'idek yer yo'q. Havo yetishmay, demim siqilib ketyapti." Ro'zaxonning tatirib ketgan chiroyiga qarab, Ramila qo'rqib o'rnidan sakrab turib ketdi. "Voy, nima deydigansan? Mong'ina odamni qo'rqitmay. Hozir nimishqa munozirlashmaydigan bo'lib qoldim?" "Heliqi men ichadigan oq dori bor-ku, shu meni savr toqatli qilib qo'ydi. Bozak bo'layotganimni bilib tursammi, toqat qilaman. Ular bilan tinch birga yashayman." "Bek yaxshi qipsan.
Dorağını içidigan vaqt bolup qaldı. İçip alamsan? Maqul, içip alay. Ramila bilan maktab qo'shib bergan o'qituvchi Roza Axunni yurtiga ilib mangdi. Roza Axun poyezdda birdam o'ltirmay o'ri turib oldi. Ko'zmi yummadi. Tamoqni qo'liga ilibla, xalqlar og'zini tiqib qo'ydi deb to'kib etdi. Ular poyezddan tushib avtobusga chiqdi. Avtobus derisidan cho'l bayavan qumliqlar ko'rinishga boshlaganda Roza Axun asta tinchlanib uyquga ketdi. To'g'raqliqqa yetib kelganda xuddi helili chiqib ketib qaytib kelgandek hammaylanga shundaqla bir qarab qo'yib uyga kirib ketdi. Ko'rishmagili 3 yil bo'lgan onasiga qarab birdan turib ketib echinqandek beshini chayqab qo'ydi. O'g'lining bu holidan Zaynabxonning yara bosgan yuragi yana bir qitim laqti bo'lgan bo'lsa-mu, qandaqli bo'lmasin, 4 a'zoyi sog' qaytib kelganini o'ylab, ko'ngli sal taskin topdi. Ramila bilan Xanzo o'qituvchi bir sanduq dorini qo'yib, uydagilarga Roza Axunning dorisini vaqtida ishkizishni topilib, xo'shlashib qaytib ketishdi. Yo'lga chiqishdan bir kun burun oqshimi Ramila Zaynabxon bilan Helimiguldan tortinibmi o'ltirmay. U tepilg'isiz esil bola edi. Muallimlarimiz uni kallasi bak o'tkir, kelgusida cho'ng ishlarni qiladi deydi. Men uni shunchalik yaxshi ko'ratdim. Ist deb boqultab yig'ladi. Roza Axun to'g'raqliqda bir mazgil tinch yashadi. Yigirma 7. bob. Bu dunyoning ishlariga nima degilik? Oliy maktabni yengilib putkizib, yoshlik tuyg'ulari va she'riyat ilohining sehrli qanotlarida parvoz qilayotgan vaqtlarimda agar bir kim menga pat arada bir mahbusga aylanib, Tarim cho'lligida 20 yil emgak qilasan degan bo'lsa, men qaqoqlab kulib, uni sarang degan bo'latdim. Ashu emgak bilan o'zgartish maydonida bir kunlik ig'ir emgakdan herib echib, to'pa va targa cho'milgan holda qaytib kelib, qapasdek tor havosi bulg'angan Gündaxonaning semut to'rsiga qarab yotganimda yana bir menga bir kunlarda sen cho'ng shaharda donliq bir o'rinda ishlaysan. Omad, muhabbat va she'riyat ilohi sana yana quchoq ochadi degan bo'lsa, men unimi aldamchiga chiqarib etgan bo'latdim. Ammo reallik, o'zgarish va mo'jizlarga shu qadar boy ekanki, uning oldida inson ahli cho'lta har qanday yozuvchining qalami gal ekan. Bu taqdirning ishi. Taqdir bir kimlarning qo'li orqali yana bir kimlarning hayot mamoti va turmush yo'lini belgilandi. Agar taqdir mavjud emas, tasoddifilik mavjud desak, tasoddifilik doim alohida bir kimlarnila saqlab turamdi. Dadam bir ko'plet she'r uchun gunohsiz bir qizning o'limiga sababchi bo'lg'ali tas qolganda, uni nikohiga elib qutuldirib qolgan ekan. Men bu hikoyani kichik vaqtlarimda onamdan anglagan. Onam hayot vaqtlarida dadamni qahramondek ko'ratdi. Uning uchun yashaydi. Men bir ko'plet she'r uchun 20 yil turmada yotdim. 43 yoshimda uylandim. Dadam 62 yil umr ko'rdi. Men qanchalik umr ko'rarman?
Dadamdek ömür boyu şeirga havas qilib o'tgan odam az bo'lsa kerak. Uning 2-3 sanduq kitobi bor edi. Hammasi ayni davrning usta xattotlari tarafidan ko'chirilib, sipti tuplangan, qilin muqobisiga imir-chimir ranglik naqish yoki gullarning rasm chizilgan koni kitoblar edi. Muqobidagi gullar menga xuddi rost gullardek ko'ringanlikdan doim qo'limni uzatib silab boqatdim. Muqobidagi xatlarni hajilab o'qib tushunmay dadamdan so'rsam, u menga "Sen bilmaysan, sal cho'ng bo'lg'in, shu chaqda bularni o'g'itaman. Mushu kitoblarimni keyin sana qoldiraman" deydi. Bekar vaqtlarda tovar yog'liqqa o'rab, takining tegiga tiqib qo'ygan biror kitobni elib o'qib o'ltiradi. Zo'qinib ketgan vaqtlarda meni oldiga chaqirib, "Ko'rdingmi? Ma'vu misraning chiroyliligini" deb unlik o'qib tahlil qilib ketadi yoki o'zini bosolmay soqol burut bosgan og'zini mediriltib kichik bolalardek xirildab kuladi. Bir qitim xemir yug'irayotgan cho'ng odamni chaqirib she'r o'qib berayotgan chig'ida cho'ng odamning xemir yuqi qo'llarini silkib xopi bo'lib chechilib ketganini helim esimdi. Dadam menga "She'r o'qib bahr elish qaltis huzurliq ish. Men she'r o'qu. Sen she'r o'qu, lekin she'r yozma. Yozgandimi xalqlarga ko'rsatib, danglab yurma. Avli azaldan she'r yozgan odamning yaxshi kun ko'rgini ham o'z ajilida o'lgini oz" deydi. Dadamning mushi gapi meni she'rga qiziqtirib qo'ygan edi. Maktabda o'qiyotgan chig'imda madrasada yodlagan she'rlarning uslubida bir she'r yozib boqqan edim. Muallimga yarab ketdi. Shuningdan keyin bola shoir deb atilib, har xil faoliyatlarda she'r deklamasiya qilib yurdim. She'rning nimaligini oliy maktabda oz to'la his qildim desam bo'ladi. Shu chaqlarda gazetlarga besilib maqtalgan she'rlarimni keyin o'qib biqib oddiyligidan hayron qoldim. She'rni haqiqiy tushungan vaqtim turmadagi vaqtim bo'ldi. Nalardindu qo'lda ko'chirilgan klassik she'rlar, chet el shoirlarining she'rlari, hatto turmada yozilgan she'rlar paydo bo'lib, qo'ldan qo'lga o'tib turadi. Bularning ichida yaramsizlari yo'q deyarlik edi. Her misra, her söz yürekке ta'sir qilib, qonni qaynatdi. Ularning ta'sirida ichimdan goh ochiq, goh she'rin yoki mo'nliq his tuyg'ular o'rlab, qo'limga qalam olg'im keladi. Yozganlarimni parcha qog'ozga ko'chirib, qog'ozni simdak inchga yemirib, ishdan chopinimning astiri ichiga tiqib etgan edim. Turmadan chiqqandan keyin ularning bir qismini ratlab nashriyotga berdim. Turmada yozilgan she'rlar ana shu qaynoq chin hissiyotimning mevasi edi. Keyin u xil hissiyotni nemishqidir topolmas bo'lib qoldi. Shuningdan qaraganda ba'zilarining haqiqiy she'r qon tomchib turgan yurak dilni urg'ib chiqadi degani bekor bo'lmasa kerak. Bularni nima uchun yozib atganligimni bilmayman. Ba'zida ichimdagi nurg'un o'y fikrlarni bir necha kuplet she'rga sig'dirishning mumkin emasligini o'ylab, xohlagancha bir narsalarni yozib boqim keladi. Lekin o'zimning nasri yozuvchilardek yozolmaydiganligimni bilganligim uchun kundalik xotiraga o'xshab ketadigan mushundaq narsalarni yozib tashlab qo'yaman. Bularni kundalik xotira degandan o'y fikr xotirasi degan muvofiqroqmikin? Ayolim ishdan tushib qaytib keldi. Bolalarimning keladigan vaqti bo'ldi. Bugun mushu yergacha yozay. 1985-yil sentabr. O'tirhol cho'ngluqdagi ishxonada to'timiz 3 er kishi bilan bir ayol o'ltiramiz.
Tördeki orunda o'ltirdigan 48-49 yoshlardagi Sattar ismli o'ruq, qatma, o'ttiri bo'y odam bizning boshliqimiz. O shim kostyumni qatirib kiyib, sochlarini parqirtib yasab yurdi. Badan qiyofati o'zgarib ketmaganlikdan qaramoqqa asli yishidan xeyli yosh ko'rinadi. O'zimi ha desa, biz yoshlar undoq, biz yoshlar mundoq deb qiziqchilik qilib qo'ydi. Tadqiqot o'rni asliga kelganda, qaysi bir maktabdan o'tkilib kelgan bu odam kasb ahli bo'lmasimi, shu xushchaqchaq mijozi bilan yuqoridagilar bilanmi, tuvandagilar bilanmi chiqishib ishlarni yurishtiradi. Muhimi, o nihoyat qizg'in, mas'uliyatchanlikdimi xeyli kuchli. Zo'r tepilganda bizni aldab ish selishni biladi, ham biz uchunmi so'zlaydi. Umuman, u xeyli bo'ladigan odam. Uning udulida qaysidir bir shahardan yo'tkilib kelgan Tojigul ismli yosh cho'kan joylashgan. U o'zini bu idoraga xato kelib qoptiman deydi. Erining o'zini tuzukroq biror idoraga yo'tkab kelolmaganligidan qaqshab, kunlarini telefonda do'stlariga dard to'kish bilan o'tkazdi. "Ey odash, bormayman degan tugmanga 7 qitim borsan" degandek, mening o'tib teshib bu idoraga o'rinlashib qolganimni deyamsan. Bu yerda quruq qog'oz bilan to'pi bosgan kitobdan boshqa narsa yo'q ekan. Kitob deganga qarsam, beshim pir qo'ydi odash. Soatni to'shqizolmay kunda magazin oralayman. Helimo ishxonamizda bekorlik telefon bo'lib qopti ekan, bo'lmasa zerikib o'lib qoladi ekanman degani. Tojgulning zorlanishlari ichida tuvan tarafdagi derazaning yanida 32-33 yoshlardagi Dilmurod ismli yigit bilan Peqir Ilhomjon udul o'ltiramiz. Xizmat taqsimoti bo'yicha Sattar klassik adabiyot tadqiqoti bilan Murad hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining nasriy ijodiyat tadqiqoti bilan Peqir she'riy ijodiyat tadqiqoti bilan shug'ullanamiz. Ideyani ozod qilish ta'kidlangan adabiyot san'atga oid yangi qarash, yangi uslub, eqimlar ko'plab o'tirg'i chiqib atgan. Yangi kitoblar, jurnallar ko'plab nashr qilinayotgan bu kunlarda ko'p vaqtimiz kitob material ko'rish bilan o'tadi. Bo'libmi Dilmurod bosh ko'tarmay kitob o'qiydi. U ishkirida maxsus adabiy tanqidchilik kasbini o'qigan ekan. Uning adabiyot jihatdagi umumiy tarbiyalanishi alayda yaxshi bo'lib qolmay, fikr yo'li cho'nqur ham ijodiy bo'lganlikdan bu sohadagi cho'nglar uningdan zo'r umid kutishadi. Muratdak yoshlardan 5-6si bo'lsa, Uyg'ur adabiy tanqidchiligi iziga tushib qolar edi, deyishadi. Nihoyat bilimlik ham obro'li bir pishqadamimiz. Bizning tanqidchilik sohamiz nihoyat keng, bo'z dalaga o'xshaydi. Bu yerga ot choptirib kirib, to'shqan, tulka o'lg'anlar bo'ldi. Ammo iyiq, yilpiz, yo'lvas o'g'laydiganlar chiqmadi, degan edi. Qaraganda Moshe Dilmurod iyiq, yilpiz o'g'laydiganlardan bo'lib chiqadigan qiladi. Aniqki, iyiq, yilpiz o'g'lash uchun marganlikni kifoya qilmaydi. Xatarga tabakkul qila oladigan botir yurakmi bo'lishi kerak. Tanqidchilikka nisbatan bu yigitning yuragida lovildab turadigan bir ishtiyoq bor. Texmo muhimi, uningda haqiqiy ilm ahliga xos samimiylik ham dodillik bor. Men bugungi yoshlarga havas qilaman. Ularning sharoiti nima degan yaxshi, ha? O'rganaman desa imkon bor. O'qiyman desa kitob, material shuncha ko'p. Biz yosh vaqtlarimizda bunday imkoniyatlarga erisholmagan edik. Kitobni ko'proq o'qisang, oq mutaxassis qolpiq tayyor turadi. Biror ig'iz gaping boshqalarnikiga o'xshamay qolsa, beshim ketadi. Ilohim, yoshlarimiz, avlodlarimizning beshiga bunday kunlar kelmasin.
1986 yil mart.